Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarning xabarida bo'lgandek, o'sha yerda Xitoy hukumatı bir qism Arab islom davlatlaridan ba'zi ulamo vakillarni Sharq Turkistonga ziyoratga olib, u yerda o'zi tayyorlagan shu sahnalarni ko'rsatish orqali ularning eg'izidan dunyoga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishga urinyotdi. Biz shu munosabat bilan bu meselenin arkasında neme suikastlar yatkan bu heyetler zade kim ve bununki kelgüsüdeki Uygurlarınki davasıga ve dünyanınki bu meseleki boğan köz karşıga kandak tesiri buldu degen timlarını çördep mulayze elip bağmakçımız. Bugünkü mulayizimizge Uygur Tadqiqat Merkezimizdeki müdiri Abdülhakim İdris, ondan başka bizden tadqiqat yetekçimiz İlşat Hasan akimiz alayda katnaştı. Ondan başka bir mehminimiz Muhammed Emin Uygur ciddi iş çıkıp kalganlığı sebebinden katlaşamaydıgan buldu. Biz bu sohbetimizni üçümüz davamlaştırmakçı. Dikkatlarının bizde buluşunu ümit kılmen. Abdülhakim Aka, İlşat Aka hoş geldiniz. Hoş geldin lan. Selamun aleyküm. Ekran aldırki ve riyasetçi. Hemmanlağı salam Abdülhakim. Hemmanlağı salam. Selamun aleyküm. Hemmanlağı salamlar. Hemimiz bilginimizdek bu Xitay dairelerininki bu İslam dünyası qaratgan teşviqat faaliyeti bu Xitay Xalq Cumhuriyeti kurulgandan tartip davamlaşıp gelgen bir tarihi uzun bir mesele. Yani uzun bir teşviqat hareketi. Xitay hükümeti meyle soğuk uruş mezgilde bolsun yoki undan keyinki Amerika'nınki dünyadaki ta'sir kuchiga qarshi ta'sir talashish kurashida bolsun bu islom dunyosini o'zininki muhim jangohlaridan biri qilib kelgan yaqinqi mezgillarda bo'libmi 2017 yillardan keyin shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki xalqaroda texmo e'tirof qilinishi va Xitoyga bo'lgan besimning kuchayishiga ergishib bu tashviqot hujumiga bo'lgan salmoqni texmo kuchaytdi. Bu qatimqi bu vakillarniki Sharq Turkistonni ziyoratga urunlashtirilishimi mush xil tashviqot faoliyatlarining bir qismi. Meningki bilishimcha bu tunji qatimliq faoliyat emas. Bundan burun Xitoy hukumati Pokistondagi bir qism diniy vakillarni elib berib, shundoq tashviqotlarni elib borganligidan xabarimiz bor. Ama Arab İslam dünyasına nispeten ulama derecesindeki kişilerinki bu şekilde elib berilishi tunji qatim deyman şuna bu meseleyi qarta ciddi qarshimizningki ahamiyati bor. Aldı bilan İlşat Kam'dan başlay. İlşat Ka sizningcha bu Xitoyningki tashviqot harakati bu vakillar Sharq Turkistonga olib borishi nimani maqsad qilgan, buning keynida nima suiqasd yotgan? Buşunu tushuntirgan bo'lsangiz. Xo'sh, rahmat. Xitoyninki bu qitimki o'rinlashtirishining hamda qisqa bir og'iz gap bilan degan vaqtida tashviqot urushi. Ammo bu tashviqot urushining keynida nima bor degan vaqtida biz agar 2016-17 dan keyingi xalqaroda yuz bergan Uyg'ur milliy qirg'inchilikninki oldini olishda ipirilayotgan bu köreş, yana Uygurlarınki Xitoyga qarshi köreşning natijasini qisqa bir aslab o'tsak bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. 2020-yilgi deyman. BDT'da bir necha davlatlar 2020-21 bir necha davlat, yana Germaniya boshliq deyman birinchi qitimda. 20 necha davlat Xitoyni ayblab bir parcha xat yozdi. Xitoy 50 necha davlatni chiqadi. Bunun içinde asasen Afrika bilen Musulman nopsi köp sanlı egallagan davlatlar bo'ldi. Mayda Musulman davlat deyishni yana bir tushuntirib o'taylik. Ondan keyin 2021-22 yana bir qitim shundaq Yevropa ellari bo'ldi, ammo u vaqtida 30 nechaga yetdi. İmza qo'yganlar. Hem de en yakın sinema degende buldu BDT'ninki de Uygur milli kişilik hukuk.
yana BDT'nin kişilik hukuk Ali Komissarınınki doklati e'lon qilingandan keyin, ya'ni bu 8-ayning 31'i o deyman, kashda. E'lon qilingandan keyin 10-ayninki 6-kuni BDT'da yana bir qitim buni bir yil, mana hozir kelayotgan 3-ayda Uyg'ur milliy qirg'inchilikni muzokara qilish BDT'ninki kishilik huquq kengayishida bu to'g'riliq loyihani qo'ydi. Bu qitim musulmonlardan bir nechisi, masalan, Somali deymiz, yana bir necha davlatlar ismdan qilib qoldi, bu ablikim balkim mendan yaxshi bildi bularni. Bir necha davlat qo'shildi. Ba'zi davlatlar ovoz berishdan voz kechdi. Bilishimcha Somali bilan Albaniya qatildi o deyman. Albaniya qatildi. Shuning bilan bu yerda hozir biz ko'rayotganimiz bu necha yildagi Uyg'urlarning da'vo qilishi bo'libmi musulmon dunyosiga kun serilab buni kuchaytishiga ergishib, musulmon dunyosida yana musulmon nüfusini ko'p sonni egallaydigan davlatlarda, masalan, ablikim Ro'shan xonim ikkisi bu daqitim Yordaniyaga bordi, Saudiyaga bordi, yana boshqa davlatlarga bordi. Bu yerda darvozalar ichilyapti. Bu Xitoyni cho'chityapti. Bu Xitoyni cho'chityapti. Yana boshqa Uyg'ur tashkilotlari, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayi, g'arb dunyodagi musulmon tashkilotlar orqali musulmon dunyosiga bu yerda ta'sir ko'rsatyapti. Buningga ergishib ko'plagan musulmon davlat nüfusini ko'p sonni egallaydigan davlatlardagi hukumat bo'lmagan tashkilotlarda, masalan, biz ko'rganimiz Malayziyada, Indoneziyada, hatto Bangladesh davlatlarda Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'llaydigan faoliyatlar kuchayyapti. Bu Xitoyni andishga soldi. Chunki Xitoy biladi, g'arb dunyosini aldash mumkin emas bu yerda. Musulmon dunyosini mu aldayolmaydi. Biz ba'zi vaqtlar deymiz, musulmon ko'p sondagi hukumatlar aldanib ketdi. Aldanmaydi. Saudiya biladi, Pokiston biladi Xitoyning abdi beshirsini. Ama menfaat bu yerda ularni Xitoyga bosh egishga, Xitoyga bog'lab qo'yibdi. Masalan, Pokistondagi davlat hozir men Pokistonni bir muvaffaqiyat davlat deb qaramayman. Bu davlat 5-dan tortib mag'lubiyat bilan mengayotgan bir davlat. Chiriklik, hokimiyat muqimligi yo'q, xalqininki ehtiyojidan chiqolmagan bir favqulodda qurilib qolgan davlat bo'lganligidan bu davlat hozirgacha o'zi mustaqil bo'lolmadi. Ya Amerikaning yordamiga, ya Xitoyninkiga. Hozir bag'an siri Xitoy tarafga qazg'i bo'g'ilib, bugungi kunda mustaqilligini yo'qotdi desak bo'ladi. Shuning uchun bular bilmamda Uyg'urdan ko'rayotgan kunni Xitoyning Qur'onni ko'ydirayotgani, Qur'onlarni o'z oldiga tarjim qilib, tashviqot qilayotgani, islomni dafsand qilayotgani bilmamda hammasi biladi. Lekin manfaat, pul, siyosiy, jug'rafiyalik bu narsalar bularning hammasini Xitoyga ko'p sonliklarini Xitoyga bog'lab qo'yibdi. Bu oq ko'rinish ki aksi xalq biz taraf tuturyapti. Xalq uyg'onyapti. Biz agar ko'rsak, hatto Pokistondami, mayli Baluchistonda bo'lsin, ba'zi yerlarda Uyg'urlarni qo'llab o'zininki Xitoyning zulmida o'xshash kunni qilib qo'yayotganligini so'zlayapti. Bu Xitoyni andish qildirdi. Chunki g'arb dunyosi ketdi. Agar musulmon dunyosi mu Xitoyga butunlay qarshi chiqsa, o vaqtida Xitoy dunyoda yolg'iz qoladi, hech qanday iqtisodiyatmi pig'imi qisiladi. Shuning uchun Xitoy bu yerda bu tashviqotini kuchaytirib, g'arb dunyosini hozircha yengolmagandan keyin aldamchilik bilan bu azroq Xitoyga muhtoj bo'lgan musulmon dunyosi bilan Afrikaga kuchayyapti. Rahmat. Ko'p rahmat. O'xshash savolni Abdulekim aka sizdan so'ramoqchi. Siz Dilshod akamga to'liqlaydigan mazmunlar bo'lsa, to'liqlasangiz bo'ldi. Ya bence İlşad Efendim naiti tefsili düşündürüp öttü bu İslam dünyasındaki bu ahvallarını.
Mening faqatlam qistirdiğim elbette Müslüman devletlerini başkuruvatkan hakimiyettikilerninki birinci menfaati aşı otağan orunduğunu qoğdaş. O orunduğunu qoğdaş için elbette Kompartiya yardım kılıdı, halkını izip birişidir. Şunun için bu Komünist Partisi bilen hemkarlaşını tanıgan ahval var. Ama bu bütünley halkını izaleydi degen gap emas, Müslümanlarını izaleydi degen gap emas. Eğer biz ameli ahvalını belki keyinki suallar yeni tepsili düşendirimiz, Şarkı Türkistan'da buluvatkan ameli ahvallarını Müslüman ümmetiga, Müslüman muasseseleriga anlatalısak kolga keltirdiğin neticemiz var. Xitay bu teşvikat uruşuda 2023 yılı Müslüman dünyasını Şarkı Türkistan meselesininki takdirini belgileydiğin bir aletki yetküzüş için Garip ve Şarkı oturusundaki bir cenk meydanını açtı. Biz Uygurlar hazır sual nime degende biz Uygurlar bununla kançilek teyya, kanda kılalayımız, nimişlarını kılışımız gerek bulanıma paranlaşsak oldu. Köp rahmet. Bunda olsa ben işkinlerden sualını almıştırıp sorayım. Abdülhakim sizinki nöbetiniz boyunca bu vekiller zade kandak kişiler. Bular hem de tarat kulağa, ictimai turlağa sellilik yoki yağlıklık İslami bir kıyafette oturgu çıktı. Adegen Xitayninki teşviqat vasıtaları mesela yaşar vaqtida bularni İslam ulumalari bular İslam dünyasının bizni qo'llaganligining isboti deb ko'z tuvatıdı. Siz bu kişiler zade qanday kişiler bularninki salohiyati nima mustaqillik bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu sualın cevabı aslında biz Uygurlar özümüzde. Bu Xitay Komünist Partisi, Xitay rejimi iblis qo'xshash, üzüge layık, mekkar, üzüge işleydiğen her kandak adamını tapalaydı. Uygurlarının içinde mi tapkan? Bazı Uygurcu gel kılıdığan ama Xitay için ve muşumu insan mıdı, Uygur mudu? Digidek insanlarını tepip öz menfaatine işletip geldi hazır kadar. Şunun qo'xshagan bu İslam dünyası da körümün teşkilatlar var. Bulup mu bu hazırki biz sözünü kılıvatkan bu dünya cemiyetle işbirliği yoki hemkarlık uyuşması degen bu cemiyet imaratta Abu Zabi'de kurulganken. Sizge mi malum bu imaratta bu Halic'deki demdik bu otur şarkıdaki devletlerde ammevi teşkilatlarını kuruş kanunsuz. Yani o cemiyet kurulu olmaydı. Partiye kurulu olmaydı. O kurulan partiyalarının azası olmaydı. Mesela biz bu cemiyetinki nemisini web saytlarını içip karıga vaktimizde şu hükümet trip edin, ya ki hükümet bir haterlik trip edin, ya ki devletinki bir siyasi menfaatini amelge aşırış için öz vakti de devletinki tarmakları da işlep tecrübeden ötken insanlarını ekilip pulu bilen bu cemiyetini kurgan. Bu cemiyetke dünyanın her bir tripeden tetkikatçılarını teklif kılgan. Mesela bu cemiyetinki tetkikatçılara karışsak iki tane tungan var. Biri Lenco'dun, biri Milletler Enstitüsü'dün. Bunlarınki tetkikatları ilan kılıngan. Yani bunda diye vaxtıda bir tasavvur kıpakaylı Xitay Komünist Partiyası çet eldeki kanda cemiyetke kimne azar kılıdı. Öyle pek ama yani bu şunda bir teşkilat. Bu teşkilatınki mesulleri bu Doktor Ali Raşid Nuaymi degen bu adamınki başka müşalaka adımdayımız radikalizmga, aşkulluqqa karşı duruş, hidayet degen o'xshagan teşkilatlarını kurup Araplarning içindeki aşkulluqqa karşı hareketlerini elip bağan deydigan aşında teşviqat nimeleri bo'lgan ve bununki imaratninki tashqi siyosatininki nimdaymiz aldidiki qilichi bo'lgan. Yani kani bo'lgan birisi. Bütün meselelerge tili uzutadigan imaratninki meyli Libya'daki siyaseti olsun, Suriye'deki siyaseti olsun, Yemen'deki siyaseti olsun ve imaratninki İsrail'den diplomasiye alaka kuruştaki siyasetleri olsun. Hatta Hindistan'daki Müslümanlar doğruluk meseleler olsun. Buna teli uzutup gelgen birisi. Bu kişi elbette tecrübesi var bir kişi. Bunda bir selçagraydıgan, bu işini bilmeydiğen birisi emez. Bununki bu işini obdan bildiğen, bu teşvikat uruşundan kandalıqını bildiğen birisi. Bu cümleden bu heyetke hazır karısak bu heyetin içige
Mesela sabık Bosna Herzegovina'nınki Ulemalar Birliği'ninki reisini yapan. Şunun okşagan dünyanın her kaysi yerlerden bazı ulemalarını yani emmisi ulema emez. Köpüncüsü cemiyet başlıkları ya ki tetkikatçı ya ki Xitay perest demdok bu şekildeki insanlarını tepki yapan. Hem de bir yerde bir noktana değişik doğru geliyor. Mesela İlşat Efendim aldı depute biz çünkü 2016'dan beri bu aktif Uygur ırkı kırgınçılıkta yürütülgenden beri garipte bizge imkaniyetler, namaşı kılış, akbaratlar bilen görüşüş, siyasetçiler bilen uçuruşuş, konferans yığınlarını etiş imkaniyetimiz boğallıkka. O için biz köpünçe bu garipte faaliyet edip bağdık. Müslümanlar dünyasıga elbette iyadaki şarait ve hakaza sebepler tüpeyledin. Garipte bağan derecede faaliyetimizni edip varanmadık. Ama Xitay bu orullarını çın tutup atıdı. Bu gipimde bir misal bilen tügütüşüne kalayım ben. Mesela Sırbistan'ınki payitahtı, Sırbiyan'ın payitahtı, Belgrad'daki Xitay elçihanesi, bu şu Balkan'daki Bosna Hersek bolsun, Kroatya bolsun, Makedonya bolsun, Albanya, Kosova, Aşkatar'daki hem Müslüman hem gayrimüsliman oturusu tokunuş boğan bu yerlerde teşvikatını katı güçlendirmekte. Yani bir yerdeki Müslümanlar mı künde bu Xitay elçihanesinin üzünün teşvikatı var ve Xitay'ın elçihanesinin kegen teşvikatını yerlik medyanın, akbaratının hatta dini alimlerinin ağzı arkalık, zuvanı arkalık bu desinformasyon siyasetini elip verip atıdı. Demek ki bu heyetinki mahiyeti kesek bu alaka bir alaka umumi İslam ümmetininki menfaatini qoğdayımız diyen bir nemisi bolsa mı alaka bularınki gayesi de misyonu da mesela buların köpünçü bu yazgan nemisi İslam Müslümanlar bilen Müslümanlar yaşayan devletteki hakimiyetinin oturusu da bir alaka bağlılıkına ekilip Müslümanlarını şu devletninki kanun prensiplerine riayet kılgan asasta yaşaşını kolgu keltirmiştir. Demek bu hem de bunda elevetka vaxtıda Uygurlarını Xitay Komünist Partiyasının siyasetiga boysungan halda yaşaşını teşvik kılıdığan bir teşkilat. Hem de bu digerlik Xitay bugün bunu tapkan bolsa, bence Xitay'ınki bu desinformasiya siyaseti devam kılıvatıdı. Yani aldığımızdaki suallarda başka tefsilatka yeni ötemiz. Kıskaça düşündürüşümüz bu. Köp rahmet. Meseleninki mahiyetini yaxşı düşünüş için aldığı bilen onun arka görünüşüge qaraş gerek. Şuna bu noktadan gayet yaxşı kıymetli uçurlarını berdiniz. Hem de bu Arap Birleşme Halifeliği maşının gazırak koşsam. Buldu. Merhamet. Mesela Abdülhakim Bey dedi Ali Rashid Naomi. Bu burun sakçı başlık o adam ki. Hemen mi dikkat kıldım aşınıga? Sakçı boğadı, sakçı başlığı boğan. Bir yerde yani bir çoğun ak görünüşü var. Bu ak görünüşünü unutup kalsak. Ben bir nesne eskertip koyayım dedim. Elake normal sakçı başlığı emas. Elake istihbarat başlığı. İstihbaratınki başlığı. Demek bu adamınki ak görünüşü Xuddi Abdülhakim Bey degende hükümet bilen ziş münasebet, istihbarat bilen münasebet. Onu hem de dinni ulema degenden onu bir hükümet emeldari desek en muvaffak olurdu. O gerçi sallını yögülüp Arapça sözlüsüler biz onu hemmisine dinni ulema demeyimiz. Bu birisi. Yani birisi biz Müslüman devlet degenge abey düşündürüş vermedip onu unutqatdım hazır düşündürüş verip koyay. Dünyada özünü Müslüman devlet degen devletler nayt çeklik. Birisi mening bilishimcha Pakistan. Çünkü onun asas kanununda Kur'an'ı asas kanun şekilde bekitken. Şunun için Pakistan'da hem de bir Müslüman devlet desek buludu. Kalan devletlerinin yani bir sıbağı dayma karşılığını isimden götürüp İran mı bu? İran mı İslam İran mı İslam Cumhuriyeti eras. Şunun için kalan devletlerini biz fakat Müslüman nüfusu köp sandıki devletler deb düşünsek buludu. Mesela Arap dünyasında burun biz belki vatandan ayrılmağa vaxtida ben bilmez ettim ki
Mesela ben Malaysiyada okugan vaqtida İngilizce öğrengende yenimde jiq Araplar vardı. Keyin uqsam ularning yermidagidek Hristiyan dinidagi Arablarga. Bu demaklik Arab dunyosini biz hammasini musulmon deb tushunsak, vaqtdir xatolashimiz. Bu birisi. Ikkinchisi, Hadisem Mısır'da 15% Hristiyan var. Ondan başka Livan'da 30-40% Hristiyan var değil mi? Onunki yana Şialar var. Biz bazılarım kılgan. Oxşamaydı değil mi? Mezhepler mi oxşamaydı? Oxşamagandan keyin bu yerda manfaat dokunuşu oldu. Ama mening demek çoğunun bu yerda yana bir çoğun ak görünüşligini Arab dünyası mana degan vaqtida Osmanlı imperiyasininki yemirilishidin keyin musulmon dunyosida uyg'unish shu Osmanlı imperiyasining yemirilishining oldi keynida uyg'unish bo'ldi. Bu uyg'unishda izlangan musulmon dunyosining ziyolilari, mayli Jamoliddin Afg'oniy bo'lsin, mayli Misrdagi, Pokistondagi, Hindistondagi Mavdudi bo'lsin, yoki Misrdagi qag'allar, Said Qutbdan tortib Hasan Banna, bular. Bu yerda musulmon dunyosining ziyolilari ikki qutbga bo'linib mangdi. Birisi nationalizm, yana milliy kimligi bilan o'zini qutuldurdiganga. Buning vakili Misrdagi shu vaqtdagi prezident Nasr bo'ldi. Yana bir turkumlari biz islomdan aynib ketganligimiz uchun, yo'ldan xato manganligimiz uchun bugungi kun qoldik, shuningga islomga qaytimiz degan mashorni ko'targanlar. Uning tipik vakili Hasan Banna qatorliqlarningki musulmon qarindoshlik, nima deymiz uni, ixvan demdik. Bular. Ama o hammasi shu bir tashkilotda emas, o'xshamgan ikki qutub qarab mangdi. Men ishida oldida ziyolilar ustunlikni egalladi. Bu ziyolilar deganim hamda ma o milliyetchilar. Bular Misrda ko'pinchisi Angliyada o'qigan, Fransiyada o'qigan qatorliqlarda, ya g'arb dunyosida o'qigan. Shuning uchun bularningki prinsipi g'arb dunyosining texnikasini qo'llaymiz, bizga mos keladigan ideologiyasini qo'llaymiz, ammo islomni prinsipal qilib ishiltimiz dedi. Bu yerda Xitoyninkini selishtirsak bo'ldi. Xitoy manchingdan keyin bularning ziyolisimi ikki qarab mangdi. Birisi millatchilik, yana birisi Xitoyninki o'zining madaniyatini davomlashtiramiz dedi. Bu Xitoyninkidimi oxirsida radikallar yangdi, yana kommunistlar. Yangdi. Musulmon dunyosida bo'lsa, oldida Abdul Nasir boshliq bir zo'r bir turkum millatchilar Arab dunyosida mustaqil bo'lib davlatlarni egalladi. Hattoki Mustafa Kamalni shu qatorga kirgizsak bo'ladi. Ammo bular 70-yillargacha hech qanday musulmon dunyosida xalqning turmushida bir yuksak o'zgarish akab beranmadi. Xalq namratlashdi. Ammo shu oz sondagi, ustundagi sarxillar yanchug'i to'ldi, boy bo'ldi, g'ariblashdi, ammo xalqning turmushi hech qanday o'zgarmadi. Shuning bilan bularga yo'l qo'yib, majburiy ham majbursiz yo'l qo'yib kelgan, biz islomdan chatnab ketganligimiz uchun bu kunga qoldik, islom qaytimiz degan bu kishilar qaytadan 70-yillardan keyin bosh ko'tarib, sening oqmidi dedi. Bu yerda bir narsa bor. Xuddi bugungi Xitoy bilan mushu Rashidlar apaq-chapaq bo'lgandek, hozir ba'zi davlatlar Pokiston. Shu vaqtda Abdul Nasir olsun, qolgan Suriyadagi Asad olsun, bularmi Sovet bilan, yana kommunizm o'xshash Xitoy bilan, dinga qarshilar bilan burun yalashgan. Hammasi shunda yaqin bo'lgan Moskvalarga berib, Sovet ularga yordam qildigan bo'lib, hattoki Liviyaning Kazafi o'zining davlatini sotsializm deb qurgan. Bu ammo bu Ahmedi, shuningdek 70-yillardan keyin bu diniy kuchlar qaytadan asli qaytimiz deganlar bular bosh ko'tarib chiqdi. Ba'zilari hokimiyatning ustida turib baqdi.
Bazıları texmi radikallaşıp menip, mesela Afganistan'da Taliban'dek terörizm avjiga algan bunda bir tashkilotlar qurildi. Bunun bilan manda degan vaqtida bu Arab dunyosida ikki xildiki bu ikki tarafga qarab mangan ikkilisi o'zining inovatini yo'qotdi, o'zininki dasmoyini yo'qotdi. Şunun bilan hozir Arab dunyosi qanday bir kunda degan Arab dunyosi emas, musulmon dunyosi, musulmon nüfusini ko'p sonda egallaydigan davlatlar qanday ahvolda deganda hozir yo'lni qayoqqa mengishini bilmaydi, iqtisodiy jihatda hech qanday o'zgarish akilanmadi. Şunun bilan bular dunyodagi cho'ng kuchlarning orasidan tanlab tangpungliq saqlaymiz deydi. Burun Sovetga yo'linib Amerika qarshi turgan bo'lsa, bugungi kunda Xitoyga yo'linish orqali yana bir jihatdan Amerika qarshi turimiz deydi. Nima uchun Amerika qarshi turimiz deydi? Amerika manda deganda yanala mening burunqi deb kelayotganim Hristiyan e'tiqodining ustiga qurilgan g'arb madaniyati yoki shuningdan kelib chiqqan g'arb madaniyati ne islom dunyosi o'zini vayron qilganning tubtiki masala deb qaraydi. Bu yerda islom dunyosi o'zimizning ichimizdagi chiriklik, o'zimizning taraqqiy qilmaganligimizning bu sababni asos ko'rmay, g'arb dunyosini asosiy sabab ko'rganligidan hozirgacha Amerika qarshi yoki Sovetga yoki hozirgi Xitoyga tayinish. Bu narsa Arab dunyosidagi bu fuqroda yo'q. Ama üstün tabiqidagi ziyoli hokimiyat tutganlarda bu ideya o'zgargani yo'q. Shuning uchun mana degan vaqtida bu islom dunyosi bilan Hristiyan dunyosi burundan kona tonush dushman. Xitoy tonumaydigan dushman Arab musulmon dunyosi uchun. Nima uchun deganda musulmon dunyosi Xitoy bilan 800 yılında Talas'ta yani O'rta Osiyodagi bir urush bo'lgandan boshqa urush bo'lib boqmadi. Xitoyning abtibishirisi bilan bevosita chegara bo'lmaganiki bilmaydi, tushunmaydi. Shuning uchun buningga hamda ba'zi islom atalmış ulamolar, mayli u Tungan bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, masalan Arab dunyosida hozirgacha hammadan biladi, yag'an hadis. Ama hammadan tekrar ziyolilar qo'llanayotgan nima deganda bilim agar yiroqdagi chinda bo'lsa-mu berib uguninglar deb payg'ambarim shunda sunnat qilgan deydi. Amaliyotda bu yolg'on. Bunda hadis yo'q. Lekin siz azroq Xitoy bilan munosabati va Arab islom dunyosining ziyolisining yozgan kitobini o'qisa, kirish so'zlari mushuni ishiltidi. Bu nima deganda bu Xitoyni tonimaydi, degandek bilmaydi. Shuning uchun bularni yana balans qilamiz deydi. Shuningga bu qitimki berish biz bilamiz, birinchi qitim emas. Buning oldida mapagan har doim aparalaydigani kimlar? Musulmon dunyosidan. Biz ularni munofiq deymiz, xapolimiz. Shaxsan men mu ko'rib g'azablandim. Qog'im keldi. Ammo lekin ular özünün şu menfaatlerini, tarihi çoğun görünüşünü köz tutup şu siyasetlerini kullanıvatıdı. Bana degende bizni kurban kıvatıdı. Bizni bizning tatıvatkan zulümümüzni özünün menfaati için kurbanı kıvatıdı. Rahmet. Köp rahmet. Undaqdan Abdekimka. Siz yuqorida so'ragan savolimga bergan javobingiz orqali bu bo'lgan vakillarningki amaliyotda bir siyosiy organningki tashkillashidagi kishilar ekanligini normal bir ulamolar emasligini aytdingiz, ammo shundoqdimi ularning ichidan diniy jamiyatlarningki yoki ulamo deb atalgan kishilarningki a'zolari bor. Unda qolganda bu kishilarni biz aldangan demdik yoki setilgan demdik. Buni qanday tushunishimiz kerak? Biz bu Xitoy hukumatiningki musulmon dunyosi deganimiz hamda Ilshod apandimiz tushuntirib o'tib ketdi. Nufusi ko'p bo'lgan musulmon davlatlardan hayatlarni apirishi bu tunji emas. Siz bilganingizdek
tunji hayatlar bilen birgi bağan olsu yazıcı efendim Albaniyalik doktor berip lagerlarını körep kilip Xitayning bu oyunuga aldanmasdan beni bugünkü kadar bu Uygurlar hakkında özünki bilgilerini sözlevatıdı. Bence olsu yazıcıga okşaş zaten nem buluvatıdı o. Ben közem bilen bir berip körüp bakay diyen insanlarını tamamen yok desek mi bombaydı. Onun için biz iki katımlık bir katım internet arkalık bu şu bizden vatenge ziyaretke bağan Indonezyalik imam ulamalar bilen bir uçuruş yapmadı. 20 netçiga yakın ulamalar bilen. Ola Ürümçiga bağan, Kaşgarga bağan. O bir yıldan burun gap bu. Söz. Bir yıldan burun söz. Ulanınki yeri kögellerini biz muşundaq bir Uygur teşkilatlarından yaki Uygurlarının öz ağzından bir anlasak degen bir 3,5 saatlik bir sohbetimiz bolgan. Onunla Uygur hareketinin reisi Ruşan Abbas ve ben ve başka bir qancha qarindoshlar qatnashib bularning savol javoblarga bergan. Masalan, aşularning ichida Xitoyning nimasiga ishonmagan aşular. Shu to'xtabdi. Mani Xitoy bizni apadi, ko'rsatdi. Xitoyninki deganini ko'rib keldik. Endi Uyg'urlar nima deydi? Biz yerdik Uyg'urlar bilan ko'rishib, ayrim paranglish imkoniyatimiz bo'lmadi deb so'rgan savollarga javob berdik. Ularning ko'pinchisi bu masalani to'liq anglagan bo'ldi. Ondan keyin bu haqda Xitoy bilan ishbirligi qilmadi. Bu da o'tgan yili 10 oyda Indonezya, Malayziya safarimizga borgan vaqtimizdami? Bu Indonezyaninki Bandung shahrida 20 necha yaqin bir delegatsiya bilan uchrashdik. Bularning arasından bir 5-6'sı şu hayatın qatarida vatanimizga berip diken. Ben bağan da hatta biz ben bilen 2,5 saatlik bir sohbet oldu. Kardeşim ben kögen mavu, mescit uçuk, basam Uygurlarını ködüm, Uygurlarının uygu kirdim, ular bilen sözleştim. Dep bu sözlerini kıldı. Kıgan iken seni Uygurlarının uygu kim yapmadı? O Uygur bilen kaysırdı sözleştin. Tercüman kimdi? Sen yalnız sözleştin mi? Diyen bu suallarını sözleş arkadaş. Uygurlarning üstünden elip berilayotgan bu irqiy qirg'inchiliklarni tushundirish orqali masalan ular keyin dedi ki bu Xitoy bizni aldashga tirishibdi va aldabdi, biz buningga o'yiniga kelmaymiz, shunga biz sen bilan kurashdik deb bundaq qilgan insonlarmi bor. Endi bugun Xitoy kommunist rejimi masalan buda qatim qandaqlarni tanlagan desak, buda qatim masalan faqatlam nimalarni tanlamagan tadqiqotchilar bor. Ba'zi musulmon tadqiqotchilari bor. O musulmon tadqiqotchilarning berib bu masalani tadqiq qilish niyati bor. Albatta Xitoy nima desa ma'qul deb berib ko'rib kelib qilayotganlarmi bor. Ammo Xitoy bu da bunun üstüge baydab ötep ketkenimizge okşaş Doktor Ali Rashid An-Nuaymi'ye okşaş pişkan siyasetçi, devlet memuri, devletninki imaratga okşaş bir devletninki taşqi deymiz, yumşak gücünü dünyaya teşvik kılıvatkan bir mesulünün kol astıda bu heyetlerini elip berip bu Şarkı Türkistan'daki zulümni, bir yerdeki irqi qirg'inchilikni, Xitoy kommunist hakimiyetininki İslam diniga açkan soquşini yo'gashga tirishganligi bu Xitoyninki bir qadam ishni texmi deymiz, nimaga ag'anligi, garantiga ag'anligi deb qarayman men. Şoň hamda bu meselelerge qarab kelsak, buningdan keyinmi bu birincisi emas, oxirgisi emas. Xitoy bunun o'xshagan ko'z buyamchilik siyasetlerini davam qildirdi. Hem de bu nimelerinin içinde, Müslümanların içinde, biz Müslüman diye vaktimizde bugün 1 milyar 800 bin 2 milyar yakın Müslüman nüfusunun söz kılıvatımız. Şarktan Mağrib geçedemdik, bütün dünyadaki Müslümanların söz kılıvatımız. Bu Müslümanların içinde, bütün tarihte Müslüman terapide tutmasın, Müslümanların düşmanı terapide sep ağalla az emez. Bu burun nuşunda boğan, bunun imkanı mı? Bunu biz tamamen özgertemeyimiz de qarayım benim göz karşımda. Bu şunda devam kılıdı. Çünkü bu bir insanın ki bu nemeninki bir tabiatı şundaqken. Şuna Cenab-ı Allah Teala hem cennetni hem cehennemni yaratkanken. Cennetki kirdiğ Allah üzünün yolunda tallaydı. Cehennemki kirdiğ Allah muşu arqılık şu yollarını tallaydı. Şunu misli bana da. Bu neminin ki inşaat esen efendim bu Arap memleketlerindeki
adam deymiz yürünüşne, yani Amerika gılam yülenmezden, Garip gılam yülenmezden. Çünkü Garip, Amerika bulanınki demokrasiya, insan hakları, erkin akbarat, bir qancha universal adımla qarash qimmatları var. Bular bu Araplarninki nimasiga tushmaydi, yo'l tutishga. Ama Kompartiyaninki huquqni tutishdagi nimasiga, bu hokimiyatlarga bu yaqin keladi. Shuning uchun bu Xitoylar bu komünist hakimiyetiga o'zininki nimasini to'lab ketib boradi. Endi bu imoratninki, bu tashkilot imorat ekan. Buningki hozirgi 5 imoratda. Buni organize qilgan odam imoratlik desak, imoratda hammamiz ma'lum bo'lganidek Xitoyning turmusi bo'lgan bir yer. Yani Uygurlarni sulugan, Uygurlarni qaytug'an, bunu bilishimiz kerak. Onunkin bu imoratni o'zi Qatar bu İslam Müslüman qarindoshlar Brotherhood yoki ixvonlarninki qolganlarini yig'ib Müslüman ulamolar birligini qurib, Müslüman dunyosidagi o'zining yumshoq kuchini kuchaytiryotdi. Erdo'g'an bütün Müslümanlarning qo'g'dug'uchisi bo'lib, o siyosatni olib beryotdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 56 tane a'zosi var. O 56 a'zoningki birisi ma'qul demese ondan karar çıkmaydı. Demek umi bir tarafta qilib qilyotdi. Rabitul Alamil İslamiye deganimiz bu İslam Birligi degan tashkilotimiz Saudiya Arabistonidan qurdi. Undaq bo'lganda imorat memmo bu yumshoq kuchdan qanday foydalanaman degan vaqtida chiroyli ismdan birini topgan. İsim orqali bu tashkilotni qurgan, o'zining odamlarini o'ltag'izgan. Mencha ularninki kiyvaganlari hammasi sallama emas. Biz biraz xato tushunyapmiz. O Arablarning kiyimi. Biz yaqinda Arab davlatlaridan keldik. Hem de acayip işler. Ayollarninki 5'i uçuk, erler 5'ini yugib olgan bir ahvolni ko'rib keldik. Bu hem de kıyametning bir alametleri qanday uqmaymiz. Demek bu tashkilotlarninki nimasi bu. Hem de bir yerde bir sual buluvadı hazır biz Uygur cemaati sözlevatımız. Bular Müslümanlarını temsil kılamdı, kılmamdı. Bular biz Müslüman da berivadı. Bugün biz bu deminki Xitoyninki kani bo'lgan Global Times'ninki xabarlariga qarasak, Müslüman teşkilatları, Müslüman cemaatleri, Müslüman ulamoları berivadı. Özünü Müslüman degan qalpoq bilan berivadı. Bir yerde tushgan hem de biz Uygurlarga qanchalik bu Müslüman dunyosidagi o'zimizning masalamizda Müslümanlarga anglab tushgan bo'lsa, bu yerda Müslüman tashkilotlariga, Müslüman muassasalariga, Müslüman ulamolarga, Müslüman shaxsiyatlarga bu hammamizni temsil qilolmaydi degan narsa bularning ustiga tushadi. Shuning uchun biz bu o'zimizdagi bu hozirgi nafrat, bu g'azabni kuchga aylantirish uchun tunishimizga, bilishimizga bu haqda ikki qiz gap qilinglar. Sükuttu turmanglar, bir ifade bildiringlar deb bütün dostlarımızdan, Müslüman dostlarımızdan talep qilsak, bence bu tashviqot so'qishida bir tarafga boramiz. Hamda oxirgi gapimda shuni hozirgi bizningki ijtimoiy taratqularda bo'layotgan bir masala shu. Xitoy kommunist hokimiyati Sharqi Turkistonda azon ovozini yo'qtiman, islom dinini yo'qtiman. Bu millatni Xitoy bo'lishdan, Xitoy davlatiga sodiq bo'lishdan qo'g'dab kelgan islom dinini buning mingisidan, yurigidan yulib ilib tashlayman. Musulmondachilik bu yerga tava emas deb turishayotgan bir paytda biz chet eldagi g'azabimiz kelgan insonlar bütün bu bir tutum musulmonlarninki, men musulmon deyman bularni, chunki o'zini musulmon deydi. Musulmonlarning qilgan nimasi bilan bütün Müslümanlar, Uygurlarninki Müslüman bo'lishig'a bir nafrat qildigandagidek, buni hujum qildigandagidek, bizning izilib, perişan bo'layotgan xalqimizni xuddi bir Müslümandan, islomdan bu xalq shunday ekan, bizga ega chiqmaydi ekan, bu din nima degandek, bundaq bir nimaga bu dindan bizni uzoqlashtirishga tirishayotganligini men bu xatarni ko'ryapman. Shuning uchun biz yana chet eldagi qarindoshlarimiz bu masalaninki tafsilotini biroz vaqt chiqarib düşünüşümüz gerek. Bu Müslüman kıyafeti kiyvagan Müslümanlar bular başka, İslam dini başka. Manda degan vaqtda. Rahmat. Undaqda Ilshadga sizningcha bu qatimqi faoliyat yoki Xitoyning shunday faoliyatlari, tashviqotlari bizningki Sharq Turkiston davoyimizga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining islom dunyosida e'tirof qilinishida, onun başka Xitoy xalqininki buni qabul qilishida qanday ta'sir ko'rsatdi deb qaraysiz mushkil harakatlar?
ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi. Buni endi ular musulmon dunyosiga vakil emas, qilolmaydi, ular munofiq, xoin setildi deyish bilan bu masala hal bo'lmaydi. Abdukim apandi deganga o'xshash. Menimcha bularni setildi degan qaraganda bo'libmi, shu doktor Ali Rashidninki Al-Noimima bu adam bu istihbaratning adami. Menimcha u vatanda bo'layotgan ahvollarni bilmaydi emas, biladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchisi, bu adamga menimcha Xitoyning puliga bakchiq muhtoj bo'lishidan bo'lmaslik ehtimoli cho'ngaroq. Shuning uchun balkim sodalari bo'lishi mumkin, ammo hozirlar azroq pulga setildigan odamlar emas. Chunki bu Arabninki yana üstün tabiqidagi hukumat ma'muri bo'lgan odamlar. Unda bir tashkilotni Abdukim efendim dedi, o unda amiriyatda qurmadapli quranmaydi. Qurgandiki hukumat kayindi va pulni shular berdi. Shuning uchun uni setildimi degani bo'lmaydi. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah degan bo'lsa, uni musulmon deydi xalqlar. Biz e'tirof qilaylik, qilmaylik, uni musulmon deydi. Musulmon deydi, ham bir tashkilotning qalpig'i bo'lgandan keyin uning ta'siri bo'ladi. Azdır, ko'pdir, ta'sir bo'ladi. Shu ta'sirninki bo'lganligidan bizmi sakrayotimiz, Xitoy hukumat tashkillayotidi. Xitoy hukumatimi buni to'xtamay tashviq qilyotidi. Nima uchun? Chunki buning ta'siri bo'lyotidi. Do'stlarimiz g'azablanyotidi, umidsizlanyotidi. Masalan, hattoki ba'zi menimda asosan Twitterda jiqara Xitoychisini ko'rman. Hatto ba'zi Tayvanliklar, ba'zi Hong Kongliklar bizni qo'llaydiganlar Xitoycha yezib, bu nima bo'lyotidi bu musulmon dunyosi? Nima uchun bunday qildi Uyg'ur yordamlashmaydi deyotidi. Demak, bu yerda ta'sir bo'lyotidi. Bu yerda ta'sir bo'lgandan keyin musulmon dunyosi bo'lamdi bo'ladi. Shuning uchun biz so'qoqqonlikda bo'lishimiz kerak. So'qoqqonlikda. Men shu kuni ochig'imda uni buni dedim Twitterda. Tunchi ko'rganda odamninki bir g'azabi keldi-da endi. G'azabi keldi. Yordam qilishni umid qilgan kishidan xiyonat kelgandikin. Shuningga hamda bu yerda bularning bu qilmishi nima deganda meningcha men manfaat deb qarayman. Manfaat tufayli. Bular birisi davlatining manfaati, yana birisi shaxsiy o'zining manfaati. Shuning uchun buni qildi, ham ta'siri bo'ladi. Ammo bu ta'sirning oldini biz olamiz. Shu zamat ochig'imiz kelganda qog'igan bo'lsak, tillagan bo'lsak, hozir bugungi kunda mushtam muzakkira elish orqali, eperish orqali nima uchun bunda bo'lyotidi deb buning oq ko'rinishini izlab, shuningga tadbir qo'llanishimiz lozim. Tadbir qo'llanishimiz lozim. Bu tadbirlarimiz yana nima deganda, yana davomli tirishib shu musulmon dunyosiga, islom dunyosiga davoyimizni anglatishimiz lozim. Anglatishimiz lozim. Abdukim dedi, masalan Malayziyaning, Indoneziyaning berib kelganlar, ko'rishganlar bo'ldi, hatto men bilan paranglashganlar bor. Bu demaklik savol bilan bog'lanlar bor. Ammo bu yerda yana bir masalami bor. U bo'lsa ba'zilar quruq qalli bilan boradi. Xitoy nima qilyapti deganda men buni ba'zi Uyg'urlardan angladim. Masalan, ba'zi bultolarda, yaqinlarda chiqayotgan Uyg'urlar borki. Bu Xitoy to'xtamay Uyg'ur, birashki Uyg'urning nerdan topgan, to'qib chiqqanmi, Xitoyni o'ltagan videosini to'xtamay qo'yibdi. Uyg'urlarga qo'yibdi vatan ichidagi ham mushunda bag'allarga oldi bilan qo'ydig'ini Uyg'urninki Xitoyni o'ltagini. Shuning bilan buni ko'rgandiki quruq qallidi bag'allar, voy bu ras vahshiy millatga deydi. Shuning bilan ba'zilari buni qabul qilib, ras o'xshaydi deydi. Ularni og'zi orqali yenidikilarga, boshqalarga maqola yozish orqali yetkazadi. Shuning bilan bizga salbiy ta'siri zo'r bo'ladi. Shuning uchun biz sizningcha buningga islom dunyosi sirtidagi
Masalan, g'arb dunyosiga o'xshash hozirgacha bizni birlik darajada qo'llab kelgan va tushungan kishilarmi ta'sirlanadi bu xil tashviqotlardan. Ularga ta'sir qila oladi. Hammasiga ta'sir qilolmaydi. Chunki g'arb dunyosining bir yaxshi yeri, Abdukim boshqa bir ta'kidlab o'tdi. Bu yerda axborot erkinligi bor. Azraqli kallasini ishiltib, uchur egallayman deganlar. Masalan, inglizchani yaxshi ko'rmagan bo'lsa, nemischadan, nemischani yaxshi ko'rmasa, fransuzchadan, uni yaxshi ko'rmasa, italiychadan yoki boshqa tillar orqali ispancha hammasida o'xshamagan xabarlar yoki o'xshash bir masalaga o'xshamagan ko'z qarashlarniki maqollarni ko'rish orqali o'zining kallasini ishiltib tadqiq qila oladi. Bu yerda axborot erkinligi bo'lmagan yoki axborot erkinligi bo'lmaganligidan uchur kam. Faqat hukumatning qo'yadigan uchurlar bor davlatlarda. Bu yerda men uchur kam deyman. Yani birisi uçur toplaş kabiliyeti yetmeydiğen. Bu devletlerde adette şu hükümetinin bəgən ya ki nopuzluk adamlarının bəgən şunu kabul kılıdı, şunu azmi kıldı, onundan başka seliştirdiğen uçuru yok o vaxtıda bunu kabul kıldı. Şununla garip dünyası da guman bilen karaydı, sual koydu. Ama İslam dünyasının köpüncesi axborot erkinligi yok. Şunun için ular belkim Al Jazeera'dan başka köpüncesi şu bir taraf hükümetninkini təşviq qıldı. Şunun için ular onu görənməsligi mümkün. Bir yerde mesela ben yani bir misal alsam, mesela Uygurlarınki, bizning ben özüm bazı oxşamagan göz qarashdagi WhatsApp to'ri nima söhbatlarga qarayman. Mesela xeyli zor bir Türkümdeki Uygurlar bütünlay Xitayçıdan uçur aldı. Xitayçı birli mənbə. Çünkü Uygurçıda bazıları Uygurçıdaki yeni xabarlarni hatta Xitayçıdan tercüme qilib qo'yib qo'yganlar. İngilizceni yoki o'zining tug'an davlatininki tilini yaxshi o'rganmaganligidan, mencha o'rganmaganligidan deyman. O'rganmaydigan narsa yo'q. Şunun bilan uchur manbasi chekilinib birla tilga qilib qolgan vaqtida garchi Falungonnikini ko'rsimi yoki Tayvannikini ko'rsimi, Falungonning ichidimi Dayitong deymiz, cho'ng birligini qo'llaydi, shu ideyani singdirdi. Tayvanliklarning ichidimi Xitoyni qo'llaydiganlar bor, shu ideyani singdirdi. Shuning uchun bizdagi masalan buni biznikida men nayt aniq ko'rdim. Biz o'zimiz bilmey, şu bir uçur mənbəni körüvatqanlar, Xitay tildikini körüvatqanlar, özünün kallasını Xitay pədisi de jup minvatıdı. Bilmey durup juyuvatıdı özünü. Şununla bir tar koçuq kirib qaldı. Şununla oxşaş, bu təşviqatmı Arapçada sözləydi, özünü musulman deydi. Şunun için muşundaq bir tərəflimi uçur qabul qıldıqanlarga təsiri xeyli boldu. Ama Garip dünyasıga təsir çok göstermeydi. Çünkü garip dünyasınınki okşamagan avazda nerse kündü ba. Bir yerde onunki ahırsıda benim bu meselegi yana bir koşuduğunu ben moşu doğruluk mesela burun dep geldim. 2017'deki meyli Yahudi kırgınçılığa yakın zamandaki ippagan kırgınçılıklarının cık kitaplarını okudum. Mesela Yahudilarınki iki lager oldu ki. Mening demek yoğunum ülgi lager. Birisi Germaniyada, Berlin'in yanında, yana birisi Çekoslovakya Prag'ın yanında. Bu ikisi ülgi lager. En dastlabki vaqtida Berlin'in yanındakisi. Şunun bilan hatta Nazilar Yahudinin çoğun erbaplarını akilib, o lagerda o Yahudilarning aşağı solanganlarning naiti xoşal naqshlarni etib, usullarni o'ynab, ishlayotgani, bolkalarni yeb, naiti yaxshi turmush kechirayotganligini ko'rib, uningki nemislar debdi, biz bularni hammasini qaytadan o'rinlashtiramiz, sharqqa olib o'rinlashtiramiz, sizlarga yaxshi bir yangi turmush yaratib beramiz. Mana bu birinchi boshlang'ich. Bu yerda bularga biz texnika ishlash kasblarni o'rgatyapmiz degan. Yana birisi Pragdagi lageri.
Bu lagerga şu Avrupa'daki şu vaqtida eng jiq kelgini Qizil Kristninki, Sivisiyaga deyman. Şu yerden her yili bir kelip tekshiraydi-ki. Ular o Pragning yendiki tekshirib baqsanglar bo'ldi. Bu kitoblarda bor. Pragning yendiki lagerda qahvaxona, banka, bolkxona, kiyim tikishxona, rasm chizadigan nima san'atxonasi hammasi bor-ki. Bular her yil bir keldi-ki, buni ko'rib, "O, Yahudilar nayt yaxshi talantini joriy qildirib ishlab yetibdi. Turmush yaxshi ekan, nemislar, nazilar yaxshi qarab yetibdi" deb. Bizninkidimi lagerlarni apirib usul o'ynatqizdi, har xil ishlayotgan. Bu yangilik emas. Bu birinchisi, mening demoqchi bo'lganim misolga. Bunda o'yinni diktatorlar doim o'ynab kelgan. İkinci mening nokta demoqchi bo'lganim Ruanda qirg'inchiligi, ya'ni 80-yilgi deymi 90-yillarda. Ruanda qirg'inchiligida qirilgan Tutsilar qechib bir chirkovga borgan. Chunki bularmi Hristiyan, a chirkovning popimi Hristiyan o'xshash bir mazhabdikilar. O qarshi taraf Tutsi yana birisi nemdi? Hutular. Şuna bilan bular qechib berib 200 ga yaqin odam yig'ilib shu chirkovning ichiga kirib olganda, qarshi taraf iki pop teshig'i o'zi men aloqalashib sizlarga yo'l izlayman deb chiqib, bularni hammani darvozani solib etib, o't qo'yib, hammani kuydirib atgan. Bu e'tiqoddagi bir e'tiqoddikilar. Bu yerda men nemin demoqchi deganda, odamlar manfaat uchun uyushmanligi yig'ilgan vaqtlarda o e'tiqodni hammani qarib qo'yib, o inson vahshiyligiga, yovvoyiligiga qaytadi. Manfaat kelgan vaqtlarda. Biz bularni ko'rishimiz kerak. Chunki bu yerda Ablekim bir nayt muhim bir narsani ko'rsatdi abay. Men bu misollarni kelishim nima maqsadim? Ablekimning shuni quvvatlash. Yana bugungacha biz Uyg'urlarni aslimasiya bo'lishdan mustaqillik, erkinlik arzuyimizni davomlashtirishda bizga eng asos kuch, manba hamma jihatdan bo'lgan bizning e'tiqodimiz islom. Bu bizga kuch madad berdi. Shuning uchun men doim deyman, islom bizning oxirgi qo'rg'on. Bu qo'rg'onni Xitoy shuni buzmoqchi. Ammo buzyotidi, yo'qolmaydi. Chunki e'tiqod degan qalbidagi narsa. Bir odamni hamda o'ltirib yoki tirik turib qalbini ko'lab chiqarg'ini bo'lamdi, uqmayman. O bo'lmaydi, o'lidi odam. Ammo qalbidagi narsani yo'qolmaydi. Ben Ro'za Ramzonlarda masalan madaniyat inqilobinikini yozdim, so'zladim. Hatta shu ba'zi idoralarda ro'za tutsang bo'lmaydi degan vaqtida 90-yillarning oxirlari balla so'rab kishligi tomoqni majbur yegizganda yeb bo'lib, teshig'i chiqib, tovuq qilib qaytadan ro'zini yenglab, yani davomlashdi olgan. Bu nima deganda qalbidikini yo'qotmaydi. Zo'rlab uni tomoq yegizalaydi, ammo uning ro'zini, niyatini buzolmaydi. Bu bizni bugunga akagan e'tiqod. Shuning uchun bir ishki la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb turib, men musulmon degan odamninki bilan biz bir aqla o'zimizning e'tiqodigimi tang nafratlanib ketish, ya uningdan chatnab ketish, onunga tang butun musulmon dunyosiga hujum qilish, bu naq Xitoyninki mushu o'yinni o'ynatishidagi maqsadiga yetkazib qo'yamiz. Shuningga dedim, men nafratlandim, men ochig'imni so'zildim, ammo biz so'g'oqqonlik bilan buningga taqobil turish, nima uchun degan savolni jiq so'rab turib, sababini tepib, bularga qanday taqobil turish, buni izlanishimiz kerak. Masalan, shu Ali Rashid Naumiga bo'lsa, biz shu lagerlarning rasmlari, Qur'onni avatib beraylik, pochtadan bo'lamdi nadi. Mana ko'rdim. Men abayim davatman, balkim biladi u. Chunki istixbarat bir adam. Twitter'dan ko'plab raddiya berildi. Men berdim, boshqa aktivist bolalarni faoliyatchilarni berdi. To'g'ri. Rahmat. Menimcha bu yerda siz muhim bir nuqtani yuritib berdingiz. Aslidagi bizningki shu
islom dunyosidan bo'lib musulmonlardan kelgan bu xil javobga nisbatan bek ümidsizlanib ketishimizdagi bir omil shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ideologiya yoki din e'tiqod nuqtasidan o'zimizningki diniy va ideologiyalik qarindoshlarini siyosiy manfaatlarini, milliy manfaatlarini qayrib qo'yib turib, oxirida dinni deb, iymonni deb yoki ideologiyani deb bizga yordam berdi. Biz bilan bir sapda turdi deb o'ylaganligimiz, tarix haqidagi, ideologiya haqidagi, siyosat haqidagi, xalqaro munosabat haqidagi bilimimizningki yetarsiz bo'lganligi. Ya'ni bizningki tushunchamizningki shakllanishida shunday hissiy omillarga bekrak bog'lanib qolgan bo'lishimiz muhim bir sabab bo'lsa kerak deb qarayman. Navoda biz bu masalalarningki bundoq munosabatli emasligini navbat kelganda bayon siz deb o'tgandek insonning manfaati uchun qarindishini, dindishini sotadiganligini, insonningki manfaati uchun razil bir holga kilalaydiganligini burunlam buni o'ylagan va bunga qarta bizda psixik tayyorlik bo'lgan bo'lsa, balki bu chog'da biz bunda o'ylab ketmasligimiz, har ehtimollikqa qarshi qarindishim deb ishinib ketmasligimiz va ziyoda bana o'z manfaatidan kechib yordam qildi deb o'ylamasligimiz, hatto kunlarning birida xiyonat qilish ehtimolligini nazarga ilishimiz mumkindir. Shu tarafdagi bilishninki yetersizligi bir omil bo'lsa kerak. Ammo yaqinqi mezgillardagi yuzlanishlardan biz buni o'rganishning zarurligini his qilyapmiz, ham açık reallikni o'rganyapmiz hamda. Shunday qo'shimcha qilishni muvofiq ko'rdim. Hamda bu xil harakatlar men dastlab kirishda aytgandek bu Xitoyninki islom dunyosiga qaratgan uzun mezgillik bir strategiyasiningki davomi. Bu davomlashidu. Shuning uchun bunga qarata bizda iddiy tayyorlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Har qatim bunday jiddiylashib ketmaslik yoki o'zimizningki milliy diniy qimmat qarashlarga xalqningki xiyonati sababli hujum qildigan yoki uni o'ch ko'rdigan oxirida o'zimiz kamsitadigan olg'a chiqib qolmasligimiz uchun buning qarta bizda tayyorlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuning qarta har ishbilanlarningki fikrini olsam, ya'ni Xitoy bundan keyin bu xil harakatlarni davomlashtiradi deb o'ylayman. Buni davomlashtirish jarayonlarida yana yangi usullar o'tirg'i chiqishi mumkin. Haqiqatan masalan hozirgisi bir istixborotningki tashkillashidagi uyum bo'lsa, balkim normal bir diniy zotlarmi keyin bu ishlarning ichiga kirib qolishi mumkin. Shundan qarta sizlarningki qarashlaringlarni ko'rmanlarda o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Ablekim Kas sizdan boshlayli. İlişayotgan biroz damas. Ko'p rahmat. Deganingizga o'xshash bu Xitoy kommunist hokimiyati rejimi bu Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan beri bu ta'tir tashviqotini bo'lib bu musulmon dunyosiga bo'lgan ta'tir tashviqotini hech bir qachon to'xtatgani yo'q. Biz bugun boshda bu nima ish qilamiz deganga kelishning oldida bu musulmon dunyosidagi ahvollarni bir tespit qilishimiz, ya'ni bu musulmonlarning hammasi Uyg'urlarni bilib ketamdi, Uyg'urlarning tarixini bilamdi, Uyg'urlarning kimligini bilamdi, Uyg'urlarning chiroyini bilamdi. Buni biroz o'ylashimiz kerak. Masalan, men o'zim 30 yilni burun Misrda o'qigan, musulmon dunyosi bilan bo'lgan aloqa munosabatim yaxshi, arabcha bilimi, davomli arabcha materiallarni, gazet bularni ko'rib o'qib turyapman. Ammo yaqindan beri islom davlatlariga berish bizga bir fursat yaratildi. Allohga shukr berib o'tirib ham amaliy ahvolni o'qib keldik. Mushu yaqinqi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi vujudga chiqishdan burun, Guantanamo'da Uyg'urlar tutilishdan burun yoki Taylandadagi Uyg'urlarningki Xitoyga qaytarib o'tishdan burun, cho'ng xabarlardan burun ko'p musulmonlar Uyg'urlar haqida ma'lumot yo'q. Chunki ularningki diniy ta'lim tarbiya, mayli davlatningki maktablarda bo'lsin, shaxsiy maktablarda bo'lsin, Uyg'urlar haqida ma'lumot yo'q. Chunki ta'lim tarbiyada kitoblarda bular yozilmagan. Bunga bilganinglardek Xitoylar bu musulmon dunyosidagi ta'tir tashviqotini kuchlantirishda ta'lim tarbiyaga e'tibor bergan. Kitoblarni yordam qiladi, xaritalarni yordam qiladi, sinflarga esildigan. Ash xaritalardagi ko'pincha xaritalar Xitoyda besiladi. Bu xaritalardagi bizning yurtimizningki Qashqarning ismi Kashi,
Otelning ismi Xitian mesela de Xitaycha yazılıyor. Bunu bilmeyen bir Müslüman bunda okusuma karışsa yazılışı Xitaycha, okuluşu Xitaycha ve Xitay özününki xaritasının içinde boğan diken bu bunun mengü bir tüpürük iken diyen bu anga istemezden kaldı. Hem de Xitay onun üstüge Şarkı Türkistan'ı besiviliştin başka yani Şarkı Türkistan Müslümanlarını besiviliştin başka. Bay İlişat sen efendim dep ketkendek talas soğuşudan keyin bu Müslümanlarını besip bozak bakmagan. Bu Müslümanlar 1000 yıldan beri bu deymiz dini sokaşla. Onun için imparatorlarının besivilişi Gollandiya'dan tutun Belgiye'ye kadar, Fransa'dan Anglia'ya kadar, bu Germania'ya kadar ta Janubi Şarkı Asya'dan bütün Müslümanların hemmisini besivagan. Ve tarihte bir karısak biz yanımda kendimiz yenip karağa vaktimizde 1933 yılları bizden ata bavullarımız Kaşgar'da Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurgan peytte dünyada iki tane sani köpü Müslüman boğan devlet battı. Müstakil devlet. Biri Türkiye İslami hilafetini yok kılıp layık bir cumhuriyet kurgan Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet İttifakı Rusya ile Angliya, Hindistan'ı besbagan bunun oturusundaki kapkagan Afganistan. Onun başka bütün Müslüman devletleri bulanın kolu etti. Bu Müslüman devletleri buladın müstakil boğan devletler. Şuna bulanınki garipki boğan nemisin deyimiz hassaslığı. Onun ciddi karıştırıp fevkalade yukarı. Ama Xitay onda kalmaz. Çünkü Xitay bulanın onda besivulanmagan hem besivamagan o vaxtlarda. Şuna Xitaylarga boğan Müslümanlarda umumi cihetten garipke nispeten Xitaylarga bir karaş nemesi biraz icabi tarafi mevcut mu? Mevcut. Biz bunu gördük. Onun üstüne Xitay bu üzerinki bu mevkiyasını güçlendiriş için Müslümanların hissiyatına münasebetlik siyasi meselelerde devamlı Müslümanlar tarafında tuğanda kalıp yüzünü gösteriyor. Belli Birleşmiş Milletler Teşkilatı da olsun, özünün teşvikatı da olsun bunu güçlendiriyordu. Üçüncüden kelsek Xitaylar bu Müslüman devletlerini mundalam taşlap koyduğunu yok. Hazır bugün biz Karab yakınlar Arapçada ciddideki Xitay konsulxanası xuddi bir Xinhua haber ajansınınki Arapçanımızga o'xshash ishlaydi. Bunun birden bir kıldığın işi Uygurlarınki Uygur soykırımı, Xitay'ınki Şarkı Türkistan'da İslam'a çıkan soğuşunu manipülasyon alaka özgertiş, tertitreş ve kat kılışıga mesuldikidek işlep kelyapti. Yakında biz mesela nemiga bardık? Jordaniyaga bardık qarama. Jordaniyaga bardık. Jordaniya mı? Urdunga. Jordaniya. Bağa vaktimizde bir yığılış oldu. Yığılışta bu Xitay'daki Müslümanlar izilipti, şularga hemkarlık bir iş baken dep anlap kelgen Müslüman qarindoshlarla uçraştık. Bizni görüp ular oy biz sizlar bizga o'xshaydi ekansizlar, chiroyinglar bizga o'xshaydi ekan. Bu sizlarni Xitoydan keldi desa, chiroyinglarni Xitoycha, bir isminglarni nima bo'lsin bunda deb o'ylagan to'q deb bu gapni dedi. Demek bularninki bunun Uygur Müslümanlar hakkında ma'lumoti yo'q degan gap bularning. Bu Müslümanlar hakikaten biz bilen meselenin anlatkandığı için yığılaştı, istaşlık kıldı. Bu meselenin düşündürüşki vadilerini verdi bu bir. İkinciden bizimki ustazlar bilen köreştik. Yakında mı şu ötken yılı Cidde'de, Saudi Arabistan'da çok bir kitap görgezmesi boktu. Kitap görgezmesi ki bizden bu ustaz bağa vaxtada Xitay'ınki nemesiga kipti, bilimiga. Kelgende deydi, Uygurlar hakkında Arapça, şundacık kitaplarını ezip kitipti Xitaylar deydi. Ve benim dikkat itibarımını çekken bir nemini dep verdi. Bir Xitay'nın benim Şinjan'daki hayatım dep Arapça mavzunu koyup tikki Uygurca şunu tercüme kılıp yazgan 500 betlik bir kitapını gördüm deydi. Kitap neminde varaklısam kitapın içindeki hikayeni tasvirleşleri hele Arap yazarlardan, yazgıçlarınkinden tasvirleş kabiliyeti yukarı deydi. Bu derecede ektibarıdı deydi. Hem de bu elbette edebiyatta, tədqiqatda, medyada, haberde, siyasette, iktisat hem taraftaki teşvikatı bir düşünün gitip var. Köp Müslümanların mı Uygurlar hakkında digidek malumat nemeleri yok. Ama bir yerde yeni bir bizimki bir uçraşkan demelik bir Müslüman Arap kardeşimizinki digen bir gipinimi dişki doğru geliyordu.
Bay İlşat efendim naiti tepsili düşendirip ötep ketdi onu. Bu bosuma şu Abdülnasır, Sadat, Esed devrideki Arap sosyalistlerininki Sovet İttifakı bilen bolgan münasebeti ve ahırda Sovet İttifakını tutuş tarafidan tatkan ziyalları. Meyli bu İsrail'den bolgan sokaçlarda davamlıq ziyan tattıçı. Ahire bula Sovet İttifakı bilen bolgan münasebetini üzüp mesela Mısır garipki yakınlaşkandan keyin bugünkü Sina'nı kaytırıp alalıgan. Bu nemeleri var. Hazır bugün Xitayga bu taraftan yakınlaşıp gitip ağalığı malum. Ama bu kardeşimizden diyen şu sözü biraz menenki dikkat itibarını tatlı. Deydi. Hükümetlerinin menfaati bugünkü Xitay komünist hakimiyeti bilen bazen bir kilişe mümkün deydi. Ama Müslüman halklarınki itikadı Allah'a boğan işencisi komünist ideolojisi bilen herkes bir yakemmeydi. Bu uzun vadede bu işlemeydiğen bir amel de ötek etti. Hem de biz bunu nazarda tutup gibimle biraz hulasılasam biz Uygurlar elbette mesela bu Şarkı Türkistan meselesini, Şarkı Türkistan'daki şahslarını, kişilerini, tarihimizni, medeniyetimizni düşündürüşte elbette bu içtimai taratkılamı mühim. Onu da çok kılış gerek. Ama kitaplarını yazış, kitaplarını tercüme kılış. Mesela yazanmağalla Uygurca yazılgan kitaplarını bilgen tiliga tercüme kılış. Bütün dünyanın tilleriga yetişimiz gerek. Bütün dünyadakiler Uygurların hikayesini biliş gerek. Uygurların içinde ötken azametlerini tunuşu gerek. Bulup bu Müslümanları biz Uygurlardaki İslamiyetke, İslam medeniyetiga, hazaretiga katkan, İslam siyasetiga katkan ve Müslüman Türk dünyasınınki şarktaki kalası bulup kelgen ve biz bu Müslümanlarını bu şarktaki bu halaketin, bu tehlikenin qoğdap kelgen ornumuzni düşündürüşümüz gerek. Ve biz birden bir Uygurlar, birden bir Xitay, komünist Xitay tarafından işgal kılınan Müslüman devlet. Buluş sebebimizden bizde bir tecrübe var. Bu tecrübenin biz bütün Müslüman ümmeti bilen, Müslüman karındaşları bilen ortaklaşımız gerek. Ben bulup mu şu 2 yıldan beri Müslüman karındaşlar bilen cek ağırlaşıp bu meselelerini düşündürüp öttük. Ben size şunu deyip bireyim. Bu meseleyi düşüngen Müslüman karındaşlar bazı men kögen Uygurlardan bekrak bu zulümden ki toxtuş için işlevatıdır. Geç gündüz işlevatıdır. Bundak Müslümanlar köremen Müslümanlar var. Bizde bir yerde bir potansiyel bir fırsat var. Müslümanları düşündürelsek bu meselemizde öz mahiyeti bilen biz bunu giteleyimiz. Şunun için mi Xitay komünist hakimiyeti bu otninki Müslümanlığa tutuşup gitişiden kattık endişe kılıvatıdı. Kattık bir aram buluvatıdı. Ve bunun aldığına ilişkin tirişivatıdı. Ama her şerde bardır bir hayır de mesela bu da komünist hakimiyeti bir kança Müslümanlığını apırıp bunu ziyaret kılış nemisi bilen nurgulluğun Müslüman ulemaları, Müslüman teşkilatlar, Müslüman cemiyetler Uygur meselesindeki boğan özündeki ifadesini oturup kuruşka başladı. Bu ceng inşallah devam kılıdı. Kaldıysa her bir Şarkı Türkistanlık'ın ki üstü güçke vezife, takat imkaniyetinin yetişçe nemini kılıp nemini kılanmağanlığa bağlı. Rahmet. Dilşat sizninki şu oxşaş sualga göz qarşınız. Bundan keyin yana mushta hadislar yuz berdi deb ikkilanlashuv dedinglar. Chunki bu bir kurash davomlashidir. Bunga qanday bir psixik safoda tayyorlik qilishimiz kerak, qanday muomala qilishimiz kerak? O'sha haqda o'ylaganlaringizni ne deb bersangiz? Bu haqda o'ylaganlarim oldi bilan biz o'zimizni yaxshi tushunishimiz kerak. O'zimizni yaxshi tushunishimiz kerak deganim o'zimizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Şarkı Türkistan meselesi bugünkü kunga kelganda dunyoviy bir masalaga aylandı. Dünyanın noktası oldu. Bu ne? Kim bu kadarga akeldi? Uygurlar akeldi. Biz akeldik. Bu biz, siz, ablikim, ben, yani mınlıgan, 10 mınlıgan er ayal, yaş, qeyri, koçalarda jığlavatkan, ovoz chiqarayotgan, İstanbul Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilayotgan, Qozog'iston Ostonada olsun, Olmaotada olsun namoyish qilayotgan, Yevropaning ko'chalarida, maydonlarida namoyish qilayotgan Uyg'urlarning ovozi bilan bo'ldi. Bu demaklik eng muhim omil, ya'ni biz hal qila olamiz bu masalani, biz rostni rostga aylantira olamiz.
Garip dünyası 10 yılın aldıda biz Washington'da desek qancha Amerikalık Uygur'unu biletti? Bilmedi. Bugün parlamentga kirgan har qanday bir Amerikanınki parlament a'zosi Uygur bilan ko'rishadigan Uygur masalasini deydigan bo'ldi. Hukumat amaldorlarimi. Hattoki men oldingi qitim bir ishga yerda dedim. Masalan, birsi men Pragda ko'rdim. Pragda qurultayning bultoqi yig'inida o kuni Ablikimmi bor, Ro'shanmi bor, boshqa Uyg'ur qarindoshlar bor, o Ömer Bekli bor. Şu yerda Ömer Bekli bilan yana bir kim Ro'shanmi so'zildi, yana bir xonim bor deyim. Bu yerda Uyg'ur masalasi to'g'riliq Chexlarninki bir so'riniga universitetiga berib so'zildi. So'zlaganda bir chatallik hamda balkim chexlik Uyghur lager to'g'riliq azroq gumon bilan savol so'ragandi. Bizdan bakarak shu yerda ismdan chiqmaydigini Angliyalik Joe Smithfieldni xonim bizdan bakarak nafratlanib belki adashning tasqaldi etilib oldiga tushgini. Bu nima deganda biz hozir nafratni bizdan baldur boshqa bizni qo'llayotgan 10 yilning oldida biz o'ylab tasavvur qilolmaydigan yat desek yatla, qarindoshimiz desek qarindoshga o'xshash yaqinlashib ketdik. Shular qilyapti. Yaqinda bir oyning oldida kommunizmning zahmisiga uchragan fondi jamiyatininki o'rlashtirgan yana bir yig'inda muhokama yig'inida bir Xitoy professor Xitoyning siyosatini azroq yaqlab gaqib edi. Men keyindeki bu yig'inninki bir muzokaralarga yig'in o'rlashtirgan to'g'riliq uning ham qatnashgan. Shu yerda naq maydonda yana o'xshashlar Uyg'ur emas kishilar oldi bilan nafrat bildirsa, yig'indan keyin bundaq odamlarni bundan keyin taklif qilishga o'ylatsak bo'ladi-ki, bular bunda so'rindan foydalanib Xitoyning tashviqotini qildi-ki degan fikrlar tushdi. Bu demek nima deganda biz bu davoni mashaga akilarladik. Men ishonima, musulmon dunyosidami biz bunga o'xshash akilalaymiz. Hozir masalan Malayziyada, Indoneziyada, Turkiyada biz uchun gap qildigan musulmon tashkilotlari jiq. Bizdan bakarak nafratlanganlar jiq. Abay Ablikim deganga o'xshash bizdan jiq ish qilayotganlar. Shuningga bu xil ahvollar yuz berdi. Ummatchilik nima deganda men hamda bek yaxshi mo'min musulmon bo'lolmaganning birisi. Ammo men islom o'zimizning e'tiqodi bo'lgan ekan, o to'g'riliq jiq kitoblarni o'qiyman, hozirgacha davomli o'qiyman. Ummatchilik, umma deganimiz nima deganda u bir xiyoliy. Buni amalga musulmon dunyosi hech qachon amalga oshirolmagan. Ummatchilik, hamma ummat birlik kelamiz. Bu kelanmadik. Hozirgacha kelanmadik. Arab dunyosi o'zimi bir yerga kelanmaydi. Hammasi o'xshash bir tilda so'zlaydi, bir madaniyatlik. Ular kelanmagan yerda ummatchilik bir yerga kelish bu mumkinchiligi nihoyatda to'van. Ikkinchisi manfaat masalasi. Bunga men bir misol. Men Malayziyaga 2003-yili chiqib 2004-yili Malayziyadagi Xitoyga din da'vo qiladigan tashkilotda ishildim. Şu jarayonda men musulmon tashkilotlari bilan aloqa bo'ldi. Birinchi mening bayqab qolganim Saudiya Arabiston hukumatininki ruxsati bilan yana dunyo musulmon yoshlar tashkilotining chiqargan Sharqiy Turkiston va uning tarixi degan ingliz kitobni shu yerda birinchi qitim ko'rdim. O 60-yillar chiqargan. Bu demak nima degan vaqtida biz hozir Saudiya hukumatidan xafa bo'lamiz. Masalan, Salman bin Muhammad Xi Jinping bilan ko'rishdi, onunga jiq va'dalarni berdi, ular bilan birga turdi. Ammo shu Saudiya hukumat yana necha 10 yilning oldida shu Sharq Turkiston tarixi va masalasi degan kitoblarni chiqargan, shu yerdagi Uyg'urlarni qo'llagan. Demak, jiq musulmon u Saudiyaning shu vaqtidami ta'siri hozirgiga o'xshash xeyli bor vaqti. Demak, hozir bularni o'zgartgan nima degan vaqtda u vaqtda Xitoy degan bir nomrod Sovetning keyinda yurgan bir qalanda. Shuning uchun
Sovetga agashganlari bo'ldi, ammo Xitoyga agashgan hech kim yo'qdi musulmon nopsini ko'p sonni egallaydigan allarda. Hozir Xitoy puli bor. Hatto Rusmu Xitoyni yeniga tortma deb akadayishga tas qilyotdi. Bunda bir vaziyatda abay degan cho'ng oq ko'rinishni selishtirib, Abdukemin aytdi yaxshi tushundirdi. Arab musulmon bo'libmi, Arab dunyosida millatchilik xeyli kuchli. Biz buni ko'zimizda saqtqsak bo'lmaydi. Bular G'arbninki ishg'oliyatini o'z davridagi ta hozirgacha Arab dunyosidagi ba'zi jangi jidallarni yanılı G'arbdan ko'rdi. Sen haq mashaga terib qo'ygan uruq, sening sababingdan bugungacha mushu urush jidal tugmadi. Deydiganlar masalan Iroqninki, Eronninki, Afg'oniston, Suriya deymiz. Bu Arab bilan İsrailning bu jidali va bularning hammasini ko'pinchisini mashayxdan ko'rdi. Shuning uchun bu yerda ummatchilikdan bakcho'ng umid kutmasligimiz kerak. Ummatchilik bor. Bu bizning orzuyimiz. Xuddi Türk dunyosi hammasi bizni qo'llasa, birga kelsa deganga o'xshash. Umi bir xiyol. Umi bir xiyol. Buni meningcha yaxshirog'i, masalan, Türkninkini madaniyatdagi birlik deb tushundirsak, bu vaqtida qabul qila olamiz. Türk madaniyatini saqlab qolish. Uning ichida Turkiyaninki, O'zbek, Qirg'iz, Qozoq, Uyg'ur hammasi bor. Musulmon dunyoda ummatchilik deganimiz faqat İslamning bu e'tiqod, aqida va uning bilan tang kelgan madaniyatni birlikka keltirish, saqlab qolish. O hamma insonlarni bir yerga kelish, o mumkinchiligi meningcha biz hozirgacha islom 1500 yil bo'ldi, ummatchilik birlikka kelib baxmadi. Payg'ambarimninki vafotidan keyin bo'linish qayta hammasi yuz bergan qonliq urushlar bo'lgan, mayli Umayyani Abbosiylar ag'dirib o'tganda, ya Abbosiylarning ag'dirilishi bilan boshqa davlatlar qurilgan, hammasida shu musulmonlar bilan musulmonlarmi o'zaro qirishgan, so'qishgan. Shuning uchun buningda bizilki musulmon dunyosi bo'lganiki cho'qim biz bilan birga turdi. Bunda deb umid kutmay, bugungi kunda biz G'arbda qanchalik bu Uyg'ur davosini akilalagan bo'lsak, haqqoniyatni so'zlab Xitoyni mat qilgan bo'lsak, islom dunyosida, hatto Afrika bu qit'alardimi qadam bu kuchni yana oldiga mang'uzishimiz kerak. Biz so'zlashimiz kerak. Abdukemin abay bir narsani dedi, kitob yezishimiz kerak, maqola yezishimiz kerak, kitoblarni chiqarishimiz kerak. Tibetlarninki bir alayidligi. Masalan, Tibetlarninki har qanday kitobxonaga borsangiz, Tibet to'g'riliq tarixi, Tibetning madaniyati to'g'riliq kitobni har qanday bir kitobxonadan topa olasiz. Mayli Xitoycha bo'lsin, mayli inglizcha bo'lsin. Biz hozir Amerikadagi bir kitobxonaga kirsak, Uyg'ur to'g'riliq bir kitob topa olsak, cho'ng ish ko'pincha vaqt topa olmaymiz. Bu demek bizde bu boşluk bekçoğun. Bu boşluklarını toldurmayı durup, başkalarını bizim düşenmedi, bizim bilmedi dep, ağırınıp, nim qilish qaraganda biz özümüzü güçlendirip, texmi ilgirlep mangayli. Bu mening taklifim. Meniki ma savolga bir qisqacha javob berishim. Biz davamlı bu Xitoyninki bo'lgan hareketiga raddiya berish, ya'ni mudofaa qilish holiga qilyapmiz. Eng yaxshi mudofaa qilish jangdimi bu tashviqot jangi hujum. Biz sizniki savolingiz kelgusida shunday ishlar bo'lsa, shunday ziyoratchilar bo'lsa, balki bugun bu nima deymiz, kelib chiqishi noma'lum bo'lmagan va hatto davlatninki bexatarlik organlari bilan yaqinda munosabatlashgan ve imarat gibi bir devletninki siyasi kulu boğan bu kişininki nemisi bilen bağan bolsa belki ögün kapap kim bilir o Azher'ninki ulamaları bölüşü resmi ulama siyasetiyle Diyanet'nin adamlarını çağırışı mümkün ve bunun okşayan nemelerini biz bombaydı deydiğen nersi yok dünyada çünkü bu kaliş ihtimali var. Biz bunun aldığını eriş için bununla hazırdan başlayıp
hemmimiz bu Uygurlar qo'lidan kelishicha mayli o'zininki guvohliklarini bo'lsin, o'zining hikoyalarini bo'lsin, bu har xil musulmonlarga, dunyodagi tillarga, butun insoniyatga anglitishimiz kerak. Masalan, bu nimaga yaqindan beri mushu nimaga berilgan eng yaxshi javobning birisi nima bo'ldi desangiz, bu Olsi Yazıcı'nınki bergan javob bo'ldi. Olsi Yazıcı bir televizyon intervyusida o'zi bag'an, o'zi berib ahvolni ko'rgan, bu nimalarga bu javobni berdi. Mushu Olsi Yazıcı'ga o'xshash burun berib, o'zgargan insonlarni tepib biz ularni so'zlatishimiz kerak. Ondan keyin bu insonlarga, masalan, mush 30 kishi bag'an bo'lsa, 30 kishini tepib, ismini, jismini, bütün Uygurlar hikayelerimizni apirib, bunun beşiği etişimiz gerek. Deyişimiz gerek ki sen özen bir Müslüman tonuğa bükünülüp durup bu Xitay komünist hakimiyetinin ki bizdeki yurtumuzga mesul kılgan bu zalim bilen şunun digen gepini tekrarlar. Bir etikatsız, dinsiz boğan bir rejimnin ki mani sözlep ben digen nersini tekrarlaş arkalık sen özeninin ki imanına kançılık ziyan keltürgenligini ve bu İslam dinini suistimal kılganligini dep ularga tushuntirishimiz kerak ve deyishimiz kerak. Yaxshisi hatta ezilishimiz kerak. Ve bular to'g'riliq bularning kelib chiqishlari haqida reportlarni tillamasdi, amaliy ahvollarni yozish orqali boshqa musulmonlarga ibrat qilib, agar sen bu yerga borsang, bu dunyolikingmi bo'lmaydi. U dunyolikni Alloh o'zi belgilaydi. Bu dunyolikingmi sening e'tiboring, inovating tushdi degan ma shaklda bir faaliyetlerini elip basak, bence bizninki bu Müslüman dünyasıga yeterlilik derecede bir Uygur kadrlarının balığı işini ötken 10-15 yıl mabeynide İslam dünyaları da üniversitelerini okup gelip, tügütüp gelip iş kılıvatkan, ben bu dinimge, bu milletimge, bu vatanimge bir azrak bolsam, katkıda bolsam diyen isimsiz ya isim arkalık çıkıdığan nurgun ziyali karındaşlarımızdaki ulemalarının balığı işini ben ulam emdi, benim meydanı emdi keldi. Koluğa kalemini elip, ya üzlek çıkalaydığını çıksın, yazalaydığını yazsın, yazanmaydığını yazdığı Allah'a yardım kılsın. Biz Şarkı Türkistan meselesini, Şarkı Türkistan problemini Müslüman dünyasının bir Müslüman problemine aylandıralışımız gerek. Bayatın İrşad Hasan Efendim dep gitti. Bugünkü gariptiki bu nemi kelgen bolsak, biz özümüzün tirişçanlığımız bilen, keç gündüz menişimiz bilen, yığlaşlarımız bilen, çoğun küçük faaliyetlerimiz bilen kelgen bolsak, biz Müslüman dünyasına bundan tehi Müslümanlarını kolga keltirish bence uncha ters emas deb qarayman. Çünkü Müslümanlar bilen biz masjidga kirsak o'xshash bir saf tuturimiz, o'xshash bir e'tiqodda bo'lamiz. Baya Nishad Hasan Efendim deb o'tib ketgandek, biz Türkler bilen tarixda, medeniyette onun da bir deb o'tib ketsek, Müslümanlar bilen biz e'tiqodda bir. Allah'ını bir deymiz, peygamberimiz deymiz, Kur'an-ı Kerim kitabımız deymiz. Onda bo'lgandan keyin bizga bir yerde bir asas var. Bu yolda menishimiz kerak ve ben şunu ahirdagi gapimga shunimi deyishni to'g'ri ko'ryapman. Xitoy kommunist hakimiyeti Sharqi Turkistonni 1949-yili ishg'ol qilgandan bugunga qadar birdan bir o'zining eng birinchi dushmani deb kelgan ilmlik insonlar. Mayli bu ilmlik insonlar diniy ulamolar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin, bularni yo'q qilib kelgan. Ve hazırmı? Chet elde bu insanlarınki, ulemalarınki, ziyalilarınki itibarı nimiyet gözükmene. Sen Müslüman değilse, Müslümanlar bunda kılıvatıdı dep, itikadımızga biraz hücum kılıştırmalar buluvatıdı. Kırındaşlarınki buladın biraz saklanışını ümit kılımen. Bu belki tordu buluvatkan meselelerinin hemmisini ben chet eldeki Uygurlar lam kıldı dep karmaymen. Chet eldeki tor dünyası, chet elde yaşavatkan Uygurlarga uçuk boğunu okşaş. Beijing'deki, Ürümçi'deki Xitay istihbaratçıları gibi uçuk. Ularınki chet ellik telefonları var, chet ellik isimleri var. Her xil faaliyetler bilen bizninki gün tertibimizni belgileş getirişivatıdı. Bu uyullarga kemmeslik biz için mühim dep qarayman. Ben buradan bir meseleni abey unutup kaptım ha. Şu kelgüsüde kılalaydıgınımız. Abey ablekim bir meseleni koygan şu isimgi kelgen. Mesela ablekim misal keltirip dedi, Yordaniyaga barganda, "Ve sizler bizge o'xshashgansizlar o" deb. Bu yerda bir mesele var. Bizge şu Müslüman dünyasıga ma'lum darajada to'salg'i bo'layotgan ham Xitoyninki to'qimlichiligiga
yordam bo'layotgan. Bu bo'lsa Tungallar. Men Tungallarga qarshi emas. Hammasi bizning islomdagi hamda dindishimiz. Biz ular yashaydiganlarimiz bor bizning vatandami. Mesela 80. yıllarda, 90. yıllar ta şu Xi Jinping taxtiga chiqishcha Tungallar hatta Ningxada hijab bilan televiziyada so'zlaydigan, saqal qo'yib olib xabar beradigan bu xil muhit shakllangan. Xitoy Tunganga bir xil siyosat, bizning Sharq Turkistonga ishg'oliyat siyosat. Ularning tamamen diniy ma'rifi battı. Diniy ma'rifi battı. Arab tili maktablari bor. Bununla Araplarni kelib ders o'tkazdi. Universitetcilik maktablari battı ular. Şunun için bu Tungallar bilan Araplarninki Tungallar onunkin tizden çıkıp Malaysiya, Endonezya, Medine, Mekke, Ammiyada üniversitelerde okup bular hem Xitoyga ishlaydigan, çünkü Xitoymi bulardan foydalanamiz deb bularga imtiyoz berdi. Zo'r bir turkumlarga. Şunun bilan bular, mesela Ablekim dedi, şu Ali Rashid Naumininki tashkilotida mesela ki tadqiqotchilik qilayotgan Tungan bor. Bu Tungallarni ko'rsa, hozir Ningxaga borsimi, yana yog'liq chiqqan Tungallar bor, saqal qo'ygan Tungallar bor. Ularning mechitning faqat gumbazni evatdi, munarni evatdi, ammo lekin mechitlari yana uchoq. Ko'pinchisi. Bizninkiga o'xshash imamlarni turmada o'ltiradi yoki unda emas. Chunki bu yerda Xitoy ikki xil siyosat. Bizga ishg'oliyat siyosati, Tungallarga davlat siyosati. Çünkü Tunganning zimin davası yok. Biz mustaqillik zimin davası qilayotgan millat. Shuningga bizning vatanda Xitoyning yurgizayotgani burundan deb kelyaptimi, ishg'oliyat siyosati. U yerda qonun degan bu hech nima mavjud emas. Ammo sirtki musulmon dunyosi, Ablekim dedi, ko'pincha ahvolda voy bu shu Xitoyning bir qismi deb buni qabul qilgan, tushungan. Shuning uchun bular berib qarasa Tungallar Vay kurban yetti, 4 gün koyup berdi, 3 gün koyup berdi, roz yetti, 3 gün koyup berdi dese, ben Malaysiyada bir Arap elçixanasının köle şu doğruluk azırak kap oluşup kalgan. Vay 3 gün koyup berdi, bizim Saudiya Arap 1 gün koyup berdi, nime degan yaxshi siyaset deydi. Bula şu yüzdeki narsege qarab, naiti çoğun deydi. Ondan keyin Tungallar bunun da bilmey salbiy rol oynayatıdı. Şununla meningçe hazır Tunganning mechitini chiqyapti, ba'zan tutyapti. Biz bo'lsa, aşında televiziyada so'zlaydiganga bo'lsa Tunganni Arabcha bunimi chiqirib, qo'rqmaydigan Tungallarni tepib, bularni so'zlatishimiz kerak. Bularni so'zlasak, bu bir taktika. Bu bizmi foydalanishimiz kerak. Chunki ularning norozi bo'lganlari bor. Mesela hazır Amerika'da hem de Majuba, İsmail Maju Tungan, bu yaxshi so'zlayapti. Ama bunda bir Tunganning Xitoycha so'zlashi qaraganda ve 3-4 Tunganni Arabcha so'zlasak, agar shuni meningcha, mening bilishimcha Turkiyada Tungallar bor. Bu Tungallar Xitoyga norozi bildirganlari bor. Bularni bir rag'batlantirib Arabcha so'zlatishimiz kerak. Shu vaqtida undan keyin bu mu bizga bir qoral boludu, bir yordam boludu. Bunu işletişimiz gerek. Bunu tehi hazırgacha biz tehi hech qachon bir qezib bakmadık, foydalanmadik. Çünkü hem de bizde tarixda Tungan desek har xil narsalar bor. Birinchi Cumhuriyet, ikkinchi Cumhuriyet, hatta ilqi millatga qaratmaymiz, ammo bizde aypaltangni saqla degandek bir gaplarmi bor. Shuning uchun biz bu yerda bu narsalarni aldı bilen qarib qo'yib turib, mushu masalalarda bulardanmi foydalanishimiz kerak. Bularning ichida norozilik bildirayotganlari bor. Bularni bir amal qilib, sahnalarga biz ular ochiqsak, meningcha buningmi foydasi bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Tugdi. Ko'p rahmat. Unda qolsam, soat 1,5 saat berib qapti bizningki suhbatimiz. Shunga boshqa to'liqlaydigan mazmun bo'lsa, oyoqlashmoq deb o'ylayman. Sizlarniki to'liqlaydigan Ablekim aka
ilişayotgan mazmunlar bormi? Ya bo'ldi, menimcha 1,5 soat yetadi. Aslida boshqa savollar bordi, lekin u savollarning javobi sizlarningki gaplarning orasida chiqib bo'ldi. Masalan, islom dunyosida imkoniyatlar bormi degan savol bor. Boshqa biz nima qila olamiz degan savollar bordi. Bu savollarning javobi gap oraliqida chiqib bo'ldi deb o'ylayman. Shunga bugungi suhbatimizdan xalqimizning qarindoshlarininki foydalangan bo'lishini umid qilaman. Bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtirsak, yana kelasi son programmalarda davomli yuz ko'rishib turamiz inshaalloh. İnşallah. Çok rahmet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.